Xitoyga вообще aylanganib borganman. Niyatda медицинский выставка bo'lgan. Только оборудование, apparat, ham preparatlar, ham biologически aktivniy добавкалар bo'lgan, ko'p narsalar bo'lgan. Shunaqa выставка bo'lgan. Katta darajada bunaqa ko'rmaganman выставkani. Birinchi marta hayotimda ko'rishim. Bizni taklif qilishdi fabrikaga. Fabrikada hamma apparati, oshqozonlarini, hamma ichak turlarini ko'rsatib berishgan. Qanaqa yasashadi, qanaqa nima qilishadi, qanaqa texnologiyada ishlanadi bu narsa. 2 yil garantiyasi bor. Lazerniy epilyatsiya bo'lsin, lazerniy lipoliz bo'lsin-da, ya'ni yog' erituvchilar, kerakli plastik jarrohlarga apparatlar. Ularda manipulalar bo'ladi-da. Misol, agar sizda manipulalar buzilsa, tekinga almashtirib beradi. Bizda unaqa yo'qda O'zbekistonda. Kim tekinga almashtirib beradi? 2 yil уже техобслуживание qilib beradi. Xitoylik inson ayami pulsini ushlab, поясничный отделda 4-5 mm gryja bor deganda, biz yaderno-magnitniy tomografiyani qilganmiz Namanganda o'sha paytlari. Ochsak, haligi xitoylik millimetrgacha to'g'ri gapirib bergan. Bez apparata, оборудованиesiz shunday narsani olib, pulsda o'lchab, hamma yo'q один в один aytib bergan. Ayami qo'li ishlamagan, oyog'i ishlamaganda cho'loqlangan. U mana shunaqa ina qilib, именно поясничный отделda palpatsiya qilib, shunday suqqan, bir ikkita движение qilgan. O'ylang 10 minutdan keyin ayamga yugur deyapti. Yurib ketgan. Cho'loqlangan odam yaxshi ishlamaganda-da nimet qilardi, qo'lni sezmasdi. Yurib ketgan. Haligi yig'lab o'rgan onam xursandchiligidan.